Abdulloh ibn Dinor bir kuni Madinada askarlar safida turganlarida aytdilarki, bilasizlarmi? Hozir shu qiladigan ishimizdan ko'ra ulug' amal borligini bilasizlarmi dedilar. Askarlar shahar himoyasida turishibdi. Askarlar yelka qisishdi. Keyin bu zot aytdilarki, bir odam kechasi uyg'onsa, farzandlarining egni usti boshi ochilib qolibdi. Borib farzandini ustini mehr ila yopib qo'yganda Allohni beradigan ajri bizni bu qiladigan ishimizdan ulug'roq dedilar. Tasavvur qiling, farzandingizni ochilib qolgan ustini yopib qo'yganingizda Allohni beradigan ajri vatan himoyasida turgan erkak kishini, jangchini oladigan ajridan ulug' demoqdalar. Bolajonlik, bolalarimizga mehr, shafqat bu bizning burchimiz azizlar.